to'garak mashg'ulotimizda biz surxoncha tikish jarayoni bilan sizlarni tanishtirmoqchiman. Demak, boshlanish ma'lumotlar haqida men sizlarga gapiradigan bo'lsam, ushbu surxoncha do'ppi qadimda bobolar sallasini tagidan kiygan. Hozir esa bizda mana bayramlar, yoshlar, qizlar, yigitlar ham bayramlarda bu do'ppidan kiyapti. Bu do'ppining shunday xususiyatlari, demak, bu yozda salqin tutadi, qishda issiq tutadi. Sababi bunda mana bu xomaki sizlarga o'rgatish jarayonida xomaki bajarilgan maketini ham olib kelganman. Bu yerda surxoncha do'ppi ham boshqa do'ppilarda tepa qismi va kizak qismidan iborat. Kizak qismi boshning diametri o'lchangan holda tayyorlanadi va bunda ikki qavatlik astar sifatida ikki qavatlik qilib paxta matosidan tayyorlanadi. Tayyorlanib, demak, mana bu yerda 6 tepa qismi 6 bo'lakka, keyin 8 bo'lakka bo'linib va bular har bir bo'lingan bo'laklar 1 santimetrdan uchburchaklar chizib chiqilar ekan. Uchburchaklar chizib chiqilgandan keyin kizak qismida esa chirosga 2 santimetr qoldirib, qolgan qismini 1 santimetrdan chizib chiqamiz. Chizgan chiziqlarimizni barchasini mo'ki baxya yuritib chiqamiz. Mashina bilan, mashinka tikuv mashinasi bilan mashinka yuritib chiqamiz. Va yuritib chiqqandan keyin buni, demak, mana bu pilik, qadimda pilik sifatida paxta va qo'y junidan foydalangan ekan. Hozir esa biz ko'pincha pilik sifatida qog'ozdan nima qilamiz. Keyingi to'garak jarayonida mashg'ulotimizda buni bajaramiz. Qog'ozdan foydalanamiz. Demak, qog'ozdan foydalansa ham bo'ladi pilik nima qilishga, joylashtirishga va pilikdan joylashtirib chiqqandan keyin kizak va tepa qismi bir-biriga birlashtiradi. Mana birlashtiradi. Hech qanday bu yerda sun'iy yelim ishlatilmaydi. Mana qo'lda bajariladi. Bajarilib chiqqandan keyin mana qora chiziqlar bilan, xuddi mana naqsh chiqqan-ku, o'sha qora chiziqlar bilan oldin naqsh belgilanib chiqilar ekan. Mana naqsh belgilanib chiqqandan keyin ichi yorqin ranglar bilan to'ldirib chiqiladi. Yorqin rang ham o'zimizning Surxon vohasiga xos ranglar. Mana masalan, biz Surxon vohasi janub tomon issiq quyoshli mamlakat bo'lganligi uchun, demak, bizga ko'proq sariq va qizg'ish pushti ranglardan foydalanilar ekan. Bizdagi, demak, kiyimlarda, aksessuarlarda ajralib turadigan jihat, milliy kiyimlar ajralib turadigan jihati ham shunday ekan, faqat yorqin ranglar tanlangan ekan. Keyin, demak, biz o'sha belgilab chiqqan nimalarda mana shunday kashta iplari bilan, tabiiy kashta iplari bilan albatta to'ldiramiz. Sababi bu, demak, rangi chiqmaydi. Hamma tomoni bu tabiiy bo'lganligi uchun, demak, insonga ham hech qanday salbiy ta'sir ko'rsatmas ekan. Mana buni yana hamma o'zini nimasidan kelib chiqib, demak, yana ijodkorlik qobiliyatidan kelib chiqib, turli xil naqshlarni ham tanlasa bo'ladi ekan. Mana bu esa bizda yangi qilingan naqsh bu. Demak, mana bu naqshda nima qilib, bodom gul ishlatilgan nima, bu xomakisi, demak, tepa qismi bitgan. Endi biz kizak qismiga ham kichkina bodom nusxalarini tushirmoqchimiz. Keyingi, demak, amaliy mashg'ulotlarimizda esa biz sizlar bilan o'sha pilik joylashtirish nimasini, jarayonini o'rganib chiqamiz.